Beka ketdi onangning bergan suti chekarman. Zoyi ketdi otangning yurak qini chekarman. Ilib ketdi oq iblis oxir seni chekarman. Qoqshab qoldi shuloning yana jini chekarman. Bezor sendin shunglashqa xalqim dili chekarman. Çekme dese çekçeydin, çekivettin özünni. Ahni setip astırttın, setivettin özünni. Bilip durup bir otqa yıkıvettin özünni. Eldin köme ölümni, itivettin özünni. Xotun balan tapkan pul, öyüm kini çekermen. Xiro immo baxuduk, bizni topdi en avval, bizni tatdi en avval. Pul deganga loqqina bizni sotdi en avval. Harvisiga qilmishning bizni qatdi en avval. So'rab mingan shuloning senmu biri chekarman. Özün bilen ketmedi, qizlog'imi chekkuzdim. Tutsa g'umar puli yo'q, tol bo'yini akkuzdim. Yelindirib kimgidu, nomusiga takkuzdim. Qilg'andimu askilik, haq dodiga yetkuzdim. Qilmoqchi sen jismingni, yo'lbos yemi chekarman. Bu ishlarning sababi nodonlikmi bilmayman. Qiynimizda quturgan qaramliqmi bilmayman. Yo qaloqlik, shalloqlik, saronliqmi bilmayman. Oqibatni o'ylamas galvanlıqmı bilmeymen. Zodi nime aytqina, bunun siri chekarman. Agar hayotingizda bir qadamni xato bossangiz, oqibat cho'nqur hongga tushib ketasiz. Adam öldürdüm. Ben katil. Nima? Adam öldürdü? Ben zehir çekkichi. Ben... Cesur'un işi qanday bo'ldi? Ularning oilasiga til tekkandek ish bo'ldi. Cevlan, balam, cinim balam, nim bu halse cinim balam, gözün aşkına cinim balam, mani müküm bu. Balam, cinim balam, vay balam. Qanday qilaman, qanday qilaman. Hey, Reşatka. Boya bir qiz dilo ma'lum qilib ketdi. U odam o'ldirdim deydi. Nima? Qayerda? Kimni o'ldiribdi? Zahar chekidiga o'xshaydi, ahvol egilib o'chi, hushidan ketdi. Biz hozir xalq doktorxonasining jiddiy bo'limida. Kelalamsiz? Ma'qul, hozir borman. Yaxshimsiz? Nima bo'ldingiz? Ben odam öldürdüm. Kimni öldürdünüz? Cevlanni. Cevlanni? Qaysi Cevlan? Nima ish qiladigan? Yaxshi aytadigan Cevlan. Yaxshi aytadigan? Rasmiyat ötep keling. Doktor, balamning ahvoli qanaqaroq? Hozircha bir nim demoqda. Gulzar. Voy. Cevlancho. Uning ahvoli qanaqaroq? Tezroq rasmiyat ötep kelinglar. Balığı okul salımız. Buladı. Şu durup durun. Ben resmiyet ötep geleyim, ha?
Gülzar ede, bu yertursizg'u. Bu odam kim? Shu Cevlan, o Ahad. Ahad? Ha, Ahad. Jasur bizni tashlab ketgandan beri izchil bizga yaxshilik qilayotgan odam shu. Sizning uyingiz nerede? Dadınız bilan apınız nima ish qiladi? Buvamning aytib berishicha, dadam men tug'ilib uzun o'tmay Guangzhouga pul topaman deb ketib, zahar ilib qaytib chiqibdi. Apam dadamning zahar setishiga jon jahli bilan qarshi turg'ashqa, dadam apamga pichoq tiqib o'ldirib etib. Keyin dadingizni ko'rdingizmi? Dadam turmaga kirib ketgachga, dadam egizmi pakarmi, o'rxmi semizmi uqmayman. Hem o'qishni xohlamayman. Shuningdan keyin men buvamning tarbiyasida cho'ng bo'ldim. Hem bir gul do'konida ishladim. Odam og'irganda, bo'libmi o'lish oldida ko'z oldiga nurg'un ishlar kelib oladi ekan. Men bir o'g'il bola turib, onam va singlim oldida o'zimning o'g'illik burchimni ado qilolmadim. Men yaramas o'g'il. Men asli mush yoshga kirganda boshqa o'g'illardek tirishib ishlab, pul tepib, opamni, singlimni beqishim, ularni yaxshi turmushga ega qilishim, ularga shodlik, xushallik, xotirjamlik ato qilishim. Dadam rahmatlikning yo'qligini bilindirmasligim kerak edi. Lekin hozir mana men hozir jon talishib turmoqdaman. O'zimning o'lib ketadiganligi menga ayon. Mahallamizdagi menga o'xshash yo'g'onchilik, ozg'ini huzurni deb hayotini do'g'ri tikkanlardek asta o'lib ketaman. Men hozir o'tib ketgan ashu hayotimga ming pushaymon qilgan bilan baribir o'rniga kelmaydi. Men asli bundoq bola emas edim. Dadam kichigimdilla meni mahalladagi Ahmadjon muallimga musiqa o'rganishga bergan edi. Mening bassizliq notidan 11 yosh vaqtimda savodim chiqib bo'lgan. To'liqsizni o'qibla maktabdan chiqib oldim. Keyin restoranda ishladim. Shu jarayonda bir kuni Yulduzni uchratdim. Yulduz umoq, sho'q qiz edi. Kim o siz? Bu yer neyimiz davatsız? Yuturib qo'ygan muhim narsani izlab keldim. Neyimizni yuturib qo'ydingiz? Baxt yulduzimni. O narsangiz mening do'konimda nima qilar ekan? Berib boshqa yerlarni izlang. Izladim, ko'p izladim. Oxiri bu yerga keldim. Aslida mening izlagan baxt yulduzim xushpuroq gullar orasida ekan emasmi? Do'konimga xato kirib qolgan o'xshaysiz. Boshqa yerlarni izlab ketdim. Yo'q yulduz. Men sizni haqiqatan yaxshi ko'rib qoldim. Biz yurib qolaylik bo'landi. Yo'q. Men sizni yaxshi ko'raman. Yulduz, men keldim. Voy, Cevlan, bu yerga kelib qolsizg'u. Gul olay deganmidinglar? Nima bo'ldinglar? Cevlan? Cevlan, nima bo'ldi? Men yulduzni yaxshi ko'rib qoldim. Hozir yer sharida AIDS virusini elib yurganlarning soni 40 million 300 ming odam atrofida bo'lib, AIDS virus bilan yuqumlanuvchilar har yili 5 million odam soni bo'yicha ko'payib mangmoqda. Hozirgacha AIDS va zahar chekib o'lganlarning soni 2 dunyo urushida o'lganlarning sonidan 2 qisqa eshib ketgan. Endi qisqa xabarlar anglatamiz. Yaponiya Disney bog'chisi tijorat boshlagandan buyon hozirgacha odam soni kundan kunga ko'payib mangmoqda. Disney bog'chisikan, aka, qarg'ina, Disney bog'chisikan nimgan chiroyli. Men pulni jiq tepib, seni shu Disney bog'chisiga opiraman. Amerikadami o'qitishim mumkin texe, ha? Opamni-chi? Men Amerikaga kelsam, opam qanday qiladi?
Rahmat bolam. Seni avar qilib qo'ydim. Ha, rahmat. Arzimaydi bolam. bova. Rahmat. Yultuz haqiqatan ma'limizdagi eng chiroyli qiz edi. Men uni yaxshi ko'rib qolgan edim. Shu kundan boshlab uning o'tliq ko'zlari meni birdam o'ylamasam turolmas qilib qo'ygan edi. Shundan boshlab kallamda yulduzlar. Uning o'moq chiroyi, sehrli ko'zlari ko'z oldimdek aylanib turardi. Men shu kuni yulduzga atab yulduzim degan naqshini ishladim. Yalnız üzüm bir dar yürütme, yar vestiye yetmeklik üzle. Yalnız üzüm bir dar yürütme, yar vestiye yetmeklik üzle. Yıldızım, yıldızım, yıldızım,
aramını bozup sarandek vaqirab yurganini qara. Hey, sarangmı sen? Kimning bolasi sen? Kashda, eshakda qangrab, odamning aramini bozup kimning bolasi sen, ha? Bu yerdan yo'qa. Keta. Qandoq degan gap bu? Hey. Hamigida qizgan bu, ha? Qaranglar. Nima qilmoqchisiz? Vaqti, vay gapni. Nima qilmoqchi degandi? Sizlar meni nimchaqlab qalishdinglar. Chaqlab qattiq. Ha? Nima chaqlab? Ha? Nima chaqlab qattiq? Nimaga nega? Voy, voy, gapga o'xshamamdi. Gap bo'lsa chiroyli deyishayli. Gapga o'xshamamdi. Ha? Chiroyli deyishmamdi. Taloq chiqay. Chiroyli deyishayli. Ma'qul, ma'qul, taloq chiqay. Ma'qul. Taloq chiqay menga. Ma'qul chiqay mana. Chiqay. Gap bo'lsa chiroyli deyishinglar, ha? Ha. Endi qilay gapimni. Endi qilay. Jamlon! Balam, sen nima debmi? Shu nejisning kayliga kirgan bo'g'aydim. Sen tug'ilganda shundoq umoq, budroq bola eding. Cuma balam. Ma'qul oppa. Voy, xudo. Siz yulduzim degan naqshni aytgandan beri, hozir men hamma odam yulduz demay, yulduzim deb oladigan bo'ldi. Rostni aytsam, men bu naqshni maxsus sizga atab ishlagan. Yulduz. Biz yurib qolsak bo'lamdi? Qiziq ekansiz. Men sizni yaxshi ko'raman. Yulduz. Biz bir mazgil oralashib boqaylik. Keyin meni cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Qanday bo'ladi? Yulduz. Ma'qul bo'ldingizmi? Rahmat sana. Gülzar, siz bek charchab ketdingiz. Bugun javlanga men qaray. Siz uyga berib, 1-2 soat olsun uxlab o'lib kelsiniz o'tdi ekan. Charchamadim. Yelimo. Siz bo'p qopti ekansiz. Agar shu kuni o'g'ri portmolimni olmagan bo'lsa, biz bugungi kunda bu yerda bundaq paranglashib,
o'ltamıgan bo'latdiq. Balkim shu kunki ish taqdirning o'rlashtirishi o'xshaydi, Gulzar. Şu kuni yana sizni ko'rgan kundan boshlab yuragimda bir o't yalqinjig'andi. Bu o't bara kuchayib meni sizni izlashga da'vat qildi. Ahad, ikkimizning bu ishi vujudga chiqmasmikin? Nima ishqa? Yerde bir telefon durdu o. Dur bakayım. Hey! Kim o? Gepimni ola. Bellepeyden çıkıp solup qarasam Türk arasida 300 koy pul var. Sol tarafta? Aldın mı? Aldım. Cevlanını tanımsa. Naqşçı cevlandı mı? Zadı tanımsa. Ha, tanıyma. Şunu özüngü okşaş, aklı gütsen. Şundalı ben senlerini bir ayıgıca her günü 100 koy çekimlik pulu bilen teminleymen. Toma. Biz seni kanadapmız. Ben her günü geçti pulunu öz jaya koyup koyman. Gündüz selleyle olsa. Saat 5'ten keyin bu yer kemesliğinler gerek. Şart şu ki sizler beni tanımaysizlar, ben sizlerni tanımayman. İş bitip yeni bir aydan keyin ben sizlerge bir nöbetli 1000 koy berimen. Boludu. Amisa, sen degandek bolsuncu mu? Gepim gep. Cevlan. Hı? Sizni av üsteldeki balla çakırvatıdı. Av üsteldikilama? Maqul, hazır baray. Sizler chep turinglar. Tinchlikmi? Tinchlikmi? O'tir adash. Ha. Biz tanishib qolaylik adash. Mening ismim Sabit. Og'inimning ismi Samat. Og'inimning ismi Odil. Adil. Bu og'inimning ismi Farmon. Tanishib qolaylik. Biz Sodiga degina adaş. Bugün bir yer kelishimiz. Sen bilen tanışıp qalğaş. Her yerimde oturup ketayli deb kelgandigina adaş. Ağabeyimiz Cevlan'a bir ham kutilmamsan. Canaq yo'q. Ben bunu acı içip ketmektim. Qo'limga ola adash. Yüzümüzü qilmayapsan ya. Ha, bunday bo'lsin. Bugun tanishib qoldik. Shunga do'stligimizning bundagi texmi cho'nqur bo'lish uchun bir qadamdan ko'tarib o'taylik. Qanday? Kishi adash.
Qo'shamiz. Qo'sha. Shunda qilib, so'rin ularning meni maqtashlari va kayni-kayndan sunilgan ishlar bilan xeyli bir yerga bordi. Yaxshi. Ko'tirib Rasmi kelsan qaysi majmuadash. Shundan keyin men Odil Samatlar bilan restoran yotoqlarda pat-pat o'ltirib qoladigan bo'ldim. Kayib surishni uqadigan odam boshqa. Uqmaydigan odam boshqa shundami? Shunday qadash. Shunda bo'lgandiki, biradin chekmamdi. Chekili adash, chekili. Mana, cheka. Ha, chekili adash, chekili. Javlog'inimizga birini basmamsa, qanday qaytmaydigan nima bu? Oladash. Men chekmayman. Cheka adash. Adash. Bugun ata aytam biya kelishimizmi? Seni ko'nglingni ilish uchun jima yanikilar. Cheka adash, cheka. Hammamiz sening ko'nglingda o'tiryapmiz jumadash meyada. Bir qitim chekkanga hech nima bo'lmaydi adash, cheka va. Ha? Yo'q, men chekmayman. Cheka. Bir qitim chekkanga hech nima bo'lmaydi. Ha. O'g'il bolaning o'g'il bolasi chekadigan nima jumadash bu? Chekivera. Qanday chekdi u? To'shigini aytmamsa. Tata, güp tata uni. Hech nima bo'lmaydi adash. Cheka. Bir kuni biz yana nash chekib, toza pang bo'lganda Odil xiroyin chiqirib. Javlan adash, alamani. Yo'q, men zahar chekmayman. Voy cheka. Abay çekken, neşimiz zəhərğu. İşgilesi oxşaş nemecimi? Uqdun mu? Alamet nemi bu? Avval bir qitim çekip baqa. Ala. Oğul vala degen bağı, her qandaq işni bir qitim qilib beqish kerak. Ala adash. Yo'q, men chekmayman. Voy, qulun og'ini adash bo'lmaydi. Hech nima bo'lmaydi. Bo'ldi, menga Oho. men chekmaychi. Oy, og'ini hech nima bo'lmaydi deb qo'y. Hech nima qilgandi mavu. Ala. Ha, buni? Qandaq bo'la? Hech nima bo'lmaydi. Qanday bo'lmaydi? Bir qitim chekkan vaqo, hech nima bo'lmaydi. Chika. Buni qandaq chekdi? Abayta ko'rdingmi? Shunga o'xshash chekdi. Ostidan bag'u o'tib tashtiray adash. Beravat ularga qilmay o'tirmay. Shunda qilib, men dastlabda odatga tamoq chekdim. Ondan nash chekdim. Nashidan oqqa o'tdim. Aslida bir qitim chekkanga hech nima bo'lmaydi degan so'z bir qiltaq gap. Chekarmanlar o'z qo'shinini kengaytib, jamiyatdagi menga o'xshash nodon bolalarni bu istitak dunyosiga, chekimlik dunyosiga, o'lim dunyosiga boshlab kirishdagi bir oddiy usul ekan. Men buni bilmabdiman. O'zimning asta odatga tamoq chekishdan neshidan oqqa, iblis xiroyinni chekish yo'liga menib ketadiganligimni bilmabdiman. Men hozir shuni jazmlashtirdimki, meningdek chekimlikka berilib, bu patqoqqa petib, o'zini, oilasini vayron qilganlar, qaytib o'lib ketganlar, chekayotganlarning hammasi mana menga o'xshash bir qitim cheksang hech nima bo'lmaydi degan so'zning qurboni bo'lganlardir. Bir qitim chekkan vaqo, hech nima bo'lmaydi. Chika. Bir qitim chekkanga hech nima bo'lmaydi adash, cheka va. O'g'il bolaning o'g'il bolasi chekadigan nima? Chika.
çekmeymen. Vay adaş işin olmaydı. Yıldız, o kız kim buludu? Onun ismi Zahide, kichik apamning qizi. U burun shundaq tetek, shundaq sho'x qiz edi. 8ni bitgandan keyin dadasi uning to'yini qilib qo'yib edi. U mushundaq miskin bo'lib qoldi. Yürü. Ya ağıyla, 2 gün oldu pul yok ku. Oğru pul sanması olup aldık onda ya. Şu az pul sanmadı da. Telefon berip baqa. O pul beremdi ya biz mushundaq o'ltiraveremdi. Nege telefon berdi nege? Bizde ya onun telefon numarı bulmasa. Kimdir şey? Hele kılakta oğru telefon verip da. Vay aka, bağ mısınız? 2 gün yağ pul sanması olup aldınız ku. Eşigim körükte öte vaqıcı nazır öp ketdi mi ya? Ondaq emas. Boşurak vaqıra ha? Bugünden başlap nöbet Cevlan'a geldi. Bundan keyin Cevlan sellerini tamagülen ta'minlaydi. Men endi eng oxirgi pulni 10 kundan keyin yana burunqi joyga qo'yib qo'yman. Ma'qul. Nima deydi u ata? Nima deydi? Bugünden başlap Cevlan bizni tamaki bilen ta'minligidekmiş. Men bir chik olay. Xumuran tutdum ha? Neçi vaqt niyağı bikağı çektin? Endi bikağı bererdiği iş yok. Bu mu vağı? Pulga kelidi. Endi vağı o'zing pul xashlab çek. Uqdingmi? Unda qilma. Mush bir qitim urib olay. Mush bir qitimla bo'lamdi. Pul xashlashni o'tan soni keldi. Bo'pti. Men aklay. Amsi nereden ekilme? Yangi doqmishini bilasan ku? Bilmem. Şu doqmishga borsang, bo'yniga apparat esib olgan bir suratchi bor. Shuni qishiq berib, paxta bormi desang bo'ldi. Ma'qul. To'xta. Meni avatda dajmi? Bo'lmas bermaydi. Ma'qul. Aka. Oy. Resim üçemsiz. Yo'q. Paxta bormi? Paxta? Nima o paxta? Adil meni avatgan edi. Adil? Qaysi Adil? Yangi maldiki. Adil. Pulun varmı? Baba. Hazır yanımda yok. Öyle berip öpürey. Ma'qul. Bana. Aka, birisi paxta qilib kepti. Yeni oldu ekan.
Ey, Anlasam, sen bizning sapga yeng qitilibsan. Shundaqmi? Shundaq. Undaqda yaxshi. Men demasam-mo, paxta deb setishning qandoq bo'lganligini bilasan-ku deyman. Bilaman. Agar bu ishning neri berisini boshqalar o'qib qoladigan bo'lsa, piyoni kesib bitimi aramliq. Ha? Bildim aka, bildim. Ha. Manqa. Akamның deganlarini angladingmi? Anladım. ha. Ezmani ezmay chiqaval ata. Zaharlik chekimlikni bundoq chekib yotsa, tag'mi to'shimaydi ekan. Men dastlabda yanchug'imdikini tugatdim. Ondan restoran xo'jayinidan qarz oldim. Oxiri u pullar tugab, o'zimning amroq gitarimni arzon bahoda sotdim. Oxirida pul tugab, uydagi opamning narsalarni, hatto momamdan qolgan tavarruk bileziklarini o'g'irlab olib chiqib setib etdim. Mening bu ishlarimdan dadam opamlar xabarsiz edi. Shundoq qilib, men bu sirliq tuman ichida chashqandek yashashga boshladim. Bir kuni chekidiganga pul yo'q, qo'shnimiz Arzuning dadasining vazifasini olib chiqib setib etgan edim. Arzuning dadasi mendan gumonlanib yuratdi. Yana bir kuni men qo'shnimiz Arzularning uyiga kirdim. Uyda hech kim yo'q edi. Arabzada, endi ne qilsan ki? O'tganda velosipedni o'g'irlab setib etding. Dadam degan gachaga desam, mening bolam oldimi boshqalarni tutib yerimam deb bana vaqirdi. Endi nima deyken qilay? O'g'ri. Ha, dadam qishir chiqimiz. Ha. Dadam o'g'ri. Nima? O'g'ri qo'y. Ha. Voyja. Jasur. Ha, Jasur. Chiqib yoqqa. Çıktın ne ya? Jasur! Çıkab yoqqa! Hey, nim bo'ldi? O'zan emas. Nim bo'ladi? O'tganni gap qilsam, meni bolam undaq oqib ko'kdi deb gapirmayman. Mana bu yoqqa nima ko'rasizmi? Yoqda Arifga meni bika urib ketdi. Ya o'g'rigo'y, yolg'on so'zlada ursa. Hey, gap qilma, urma. Nimishqada ursa otma. Ha, nimishqursa. Nimcha sala. Fina. Hey. Ben seni öldürüp etmeydiğen bolsam. Hap, to'xtab tur. Ben seni öldürüp etmeydiğen bolsam. Hap. Men bu odam-ku, ha? Qilsa qilamdi. Oppa, canım balam. Meni köygünüz keldimi? Geldi, seni pek gözüm geldi. Meni suyup koyun hamsa. Mersiga nima keldin? Bilmeyme. Qarang. O, bek peyziken. Chiroyliqmikan? Ha, qarang. Mandaq tutisiz. Oldi bilan miyani ochsiz. Ondan miyani ochsiz. Ha, siz tuting ha. Qani, ko'rib beqing ha. Men tatib beqing. Bek chiroylik chiqdim. Kulgidim chiqamdi ekan. Rahmat oppa.
Yaxshi. Rahmatchimi? Voy. Rahmat. Voy. Yaxshimisiz? Bir ishni aytmoqchi. Bu ish sizning suyimlik ayolingiz to'g'risida. Nima? Siz kim? Ayolimga nima bo'pti? Siz mening kimligimni so'ramang. Men sizga aytib beradigan ekan soat 3 da Aydurmendagi o'rmonlikda ko'rishaylik. Bu shaxsiy ish. O'zingiz yolg'iz keling. Bo'ladi. Xotirjam bo'ling, men cho'qim boraman. Ey, og'aylar, menga jiddiy telefon kelib qoldi. Sizlar ozroq o'tirib turinglar. Men yilil kelaman, ha? Oy, qanday qilamiz? Vallahi odam bu kunlarni qandaqmi o'tkazadi? Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang hadi. Sabr qiling. Bo'ldimi? Uning yaqinda beri birasini ranjitgan yoki ranjigan yeri bormidi? Arif, seni o'ldirib yetaman deganini qildi. Shunda qilib, shu kuni kech dadam uyiga kelmadi. Ertasi men dadamning bir tarafidan urib o'ltirayotganligini angladim. Shak shubhisizki qotil Arif Tong edi. Saqchilar Arif Tongni tutib ketishdi. Men shu kuni pek azoblandim. İçimden yig'ladim. Chunki men Arif Tongning uyiga o'g'irlikqa kirmagan bo'lsam, bu ishmi balkim yuz bermas edi. Lekin saqchilar uzunga bormay Arif Tongni pok to'liq emas degan bahona bilan qo'yib berdi. Bo'ldi, chiqmaslar. Ma'qul. Xo'sh. Nim qilganlar bu? Qotilni qo'yib bekninglar nimisi? Qotil dal o'zi shu Arif emasmi? Xafa bo'lmang hadi, bizning amal yo'q. Pok to'liq bo'lmagankin uni bir mezgil qo'yib berib turdik. Bugun kelishimizmi mana shu delo uchun? Xotirjam bo'ling. Bizning gumonimizmi dal shu Arif. Hozir u vaqtli qo'yib berilgani bilan biz paketni to'plab yana uni qo'lga olamiz. O ishdan qochib ketamaydi. O'tni kim tutsa, shuni qo'li kuydi. Xotirjam bo'ling. Bizga ishining. Meni boshqurdigan, men qo'rqadigan dadam o'lib ketgandan keyin xiroyiniga texmi berilib ketdim. Hatto o'kul qilib urdigan bo'ldim. Yaxshimsiz, Yurtdo'st? Yaxshimsiz. Siz ati olib ketgan javlonning nima ish qilayotganligini bilamsiz? Nima bo'pti? Nima qilib etibdi? O'koni xarobliqda zahar chekyotdi. Nima? Mumkin emas. Ishonmasangiz, sizni haram bog'dagi koni xarobliqqa boshlab boray. Yuring. Yurtdo'st. Aşağı. Ceylan! Yurtdo'st! 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 Shundan boshlab men chekimlik yo'liga kirib ketdim.
heroin çekmesem turamaydigan derecege yetip kaldım. Muaşimni epli beriytimen, apam berip tursun degende gepler bilen nurgun adamlarını aldıdım. Ahir bu ahmakandan keyin öydeki narsalarni o'g'irlab ep chiqib satdim. Aka, nega malding? Nim qilsa? Nim qilsa aka? Alqin aka! Aka, alqin nim olding bu aka? Bir kuni meni zahar bak tutib ketdi. Nim bo'lding balam? Apa, manga pul teppa apa. Oy satmagan malli qaldın bu uyda. Elim hamma narsa setib tugatding. Seni deb hozirgacha qarzga bo'g'ilib ketdim. Nimanda qiladigan sen? Birdilla o'zgarib boshqacha odam bo'lib qolding-ku jinim balam, ha? To'liq kurtuldum-ay, manga 50 koy bo'lsa-mu teppa. Qo'shnilarni so'rab bo'lsa-mu teppa. Bu ha bo'lmasa, sen o'lsan, men o'laman. Ma'qul. Men tep beray. Bula! Tep beray balam. Taylandda. Bula deyman. Tep beray. Bula! Voyjon, chidamadim. Chiqdingizmi? Ma'qulam sizlar. Demek, hazırkı mesele dal mushu g'alati telefonda. Telefon urgan zodi kim? Arif bu vaqtda zodi qayerda? Qiziq o uyda dedi. Amaliyot Arifni yetlarda sirti ko'rganlar bor ekan. Men maldikilardan hammani uqdim. Javlon sizlarga jiq zulm sopdi. Men sho'r peshona o'xshayman. Ko'nglingizni buzmang qizlar. Javlonning ko'ngliga insof berib, o'ng'ishib qola. Uydiki men mavi 500 koy pulni eptiring. Mesh elib olmasangiz bo'lmas. Qog'inni ko'mirlar tushib turasiz. Angichima men yana kelaman. Sizning pulingizni oson bo'lmaydi. Yo'q. Unda qilmang Gulzor. Bir ko'rgan tunush, ikki ko'rgan tuqqan degan gap bor. Shundaqdimi uy deganda bir kishi bo'lmasmi bo'lmaydi. Shuna men qaytay, ha? Men yana kelaman. Bo'ldi. Chiqmang Gulzor, chiqmang. Ahad. Appa qozam, chiroyli tatibsiz. Cho'ng bo'lganda rejissor bo'lamsiz nima? Adash, meni Men sizga muhim bir ishni aytmoqchi. Bu ish sizning suyimli ayolingiz to'g'risida. chiqdimmi? Ya, siz meni kimligimni so'ramang. Agar o'g'lingiz bo'lsa, samimiy holda men sizga aytib beray degandan ma'qul deb soat 3 da ayrılib ko'rishaylik. Bu shaxsiy ish. Yo'q, balam. O'z chiqing, bilamda? Nima qilyapsizlar? Nima ko'ryapsizlar? Rishad, qarang. Jasurni chaqirib chiqqan noma'lum telefon bor degan edingiz. Ha. Mana joylik ovozni anglab beqing. Men sizni qo'yib beray. Siz meni kimligimni so'ramang. Sizning suyimli ayolingiz to'g'risida. Meni kimligimni so'ramang. Agar o'g'lingiz bo'lsa, men samimiy holda deb beray degandan keyin soat 3 da ayrılib ko'rishaylik. Bu 1-oyning 7-kuni. Jasurning o'lgan kuni shu. Shu, menga g'alati tuyulyapti.
Bu narsalar nega gap bo'ldingiz? Ha, xalqning naslari bolam, kira qilib ketyapman. Yordam beraymi? Ha, yo'q, rahmat. Bunchalar ko'p narsa emas. Men yordamlashay Ha, bo'la. bo'ldi, rahmat. Hey bova! Bova! Arvonskiy VCD'ni haq o'g'irlab ketdi. Ha? Arvonskiy qarang, arvoga. Men seni yaxshi bola deb jursam, aslida bir nejiskan senda. Uylar O'g'irga. Meni qo'yinglar. Voycan. Yurtdo'st. Anlasam. Javlan bilan Arzu ish boshlab yuribdi. Nima? Nima deb og'am bo'g'iytang bolam? Tinchlikmi Gulbarada? Tinchlikmi qizim? Javlan, qandaqroq? Qani, o'tiring. Sizlar birdan paranglashinglar. Men chiqib doktor bilan ko'rishib kiray. Ma'qul. Qandaqroq bo'lib qoldingiz, Javlan? Yaxshi. Sizga kelishmaslik kepti deb anglab kelishim. Rahmat. Javlan, sizdek talant egisi bizda az. Qarang bo'lib qolganingizni. Qarang, opangiz becharaning bo'lib qolganini. Bu qitim tayoq yeb yaxshi qildim. Endi tashlayman. Zahar chekmayman. Mana endi haqiqiy Javlanga o'xshadingiz. Siz tashlayman desangizlar, cho'qim tashlay olasiz, Javlan. Arzu. Yulduzni ko'ryotamsiz. Yulduz nima? Shundaq. Ko'ryapman. U qandaqroq? Yaxshi turyotamda. Ha, yaxshi turyapti. Keling, yo'lab qo'ying. Egizroq o'tiring. Yulduz! Javlan, nima bo'ldingiz? Yurtdo'st. Anlasam. Javlan bilan Arzu ish boshlab yuribdi. Balam, men qaynoq suv ip kiray. Javlan, bugun qandaqroq? Yaxshimisiz Arzu? Chiroyingiz bugun xeyli yaxshi bo'lib qopti. Rahmat. Keling, o'tiring. Voy, bu kimniki? Sizning? Mening? Ajab yaxshi. Buni bir qiz akapti. Rahmat sizga. Bo'ldi qiling, Javlan. Endi bu ishlarni o'ylamang. Oldingizga qarang. Shundaq. Chala, naqshangni bir anglayli. Mo'ngluq naqshtirib olsa bir chepaslar bolam. Birdan anglayli. Sürütümni eversin ya. Cüp geldini otturdun kesip. Sürütümni eversin ya. Cüp geldini otturdun kesip.
bir çağlarda düşkən tohbirlər güzel yaşlıq beyzini sürüp pak sevgiga bo'lmasdin sodir ketgan eding yuzingni o'rib pak sevgiga bo'lmasdin sodir ketgan eding yuzingni o'rib ketken şu küllerini aksıga boğmaz yandırır ötüp ketken şu küllerini aksıga boğmaz yandırır sürtünni berdin hiç kalmaz yaşlarını sürtünni berdim eşkallah yaşlarımni bergin qaytu sürtünni berdim eşkallah yaşlarımni bergin qaytu yaşlarımni bergin qaytu Reşatga. Ha, keldingmi? Qanday bo'ldi? Bo'ldi. Yaxshi. Ha. Dilshod, sen bu lentini texnik bilimdagi Sodirga bergin. Ha. Ovozni o'tganki lentidagi ovoz bilan silishtirib, analiz qilib baqsin. Bildingmi? Ha. Tez bag'in. Yo'q do'st. Men sizni mangu baxtli qilay degan umidda. Agar siz ma'qul bo'lsangizlar, men Mardon, menga bir oz vaqt bering. Men o'ylanib baqay. Arzu. Men pek zerikib ketdim. İçim pushib ketdi. Emis men sizga nima qilib beraman? Xapomay, meni mau yenimizga bog'chiga akirib chiqsangiz. Voy, bu qishda sizga nima bor bog'chida? Xapomay siz. Amisa siz akirmisingiz. O'zim kiraveraman. Bo'ldi. Ammo yiqilib tushsangiz, mendan ranjimaysizmi? Ma'qul. Javlan, o'tganda bizni uyga rasmini izlab kirganmi? Rostingizni dang. Sizga rost gapimni aytsam, shu kuni xumarim tutib ketib, shu undaqda dadamning velosipedini siz yetayotganmi? Javlan. Xatar har vaqt atrofimizni agib yuradi. Agar hayotingizda bir qadamni xato bossangiz, oqibat cho'nqur hongga tushib ketasiz. Javlan.
Kep qapsan-ku? Şundaq, kep qaldım. Sen nima degan taş yürek? Nima degan bag'ring taş sening? Voy, sana nima bo'ldi endi? Javlan tashlab atmaganda, ha? Rasmen javlanni yaxshi ko'ratdim. Lekin u menga nasib bo'lmadi. Taqdir uni sana nasib qilgan o'xshaydi, Yulduz. O'ylab baq. Javlan asli shunday yaxshi bola edi. Məlimizdeki balalarning aldı edi. Lekin o hozir yomon yo'lga kirib ketdi. Uni men qutuldirman degan bilanmi? O mening gapimni anglamaydi ekan. Bir chaqda uni yaxshi ko'raman degan edim. Sen qaysi bir kuni ishqingga tushgan rasmni kesib avatib ekansan. Shu kuni Javlanning qanchalik azoblanib ketganligini bilamsan. U hozir zahar tashlayotdi. Albatta uning ma'lum jarayon ketadi. Bu vaqtda biz uni yaxshi kutib Onunla yaxshi gaplarni qilib, qoyil qilib, uni istiqbolini tepishiga yordam qilishimiz kerak. Lekin sen tunugun bog'chida Mardon bilan birga ketib ekansan. Javlon buni ko'rib bek azoblandi. O hozir tugishibli ketdi. Qattiq alam tatib tugishib ketdi, Yulduz. Sen bu shundaqmi qilamsan? Unda qildim. Sen zode meni nima qildaysan? Sen Javlonni qutqizmag'in. Onunla faqat sen yordam qila olaysan. O sening gapingni anglaydi. Uni faqat senni qutuldira olaysan, Yulduz. Uni qutqizmag'in. Bundoq qilmag'in. Senden ötünüp qolay, Yulduz. Yaxshimisiz? Yo, sizni mi ko'rdigan kun bo'ladigan, ha? Shundaqmi? Agar meni kunni ko'rishni xohlasangiz, mening bir shartimga ma'qul bo'ling. Nima? Qanday shart bo'lsa aytavering. Faqat siz bilan yarashib qoladigan ish bo'lsa, amisa, mening shartim siz menga ashu avtomakini tashlashga qat'iy og'zingizga olmaslikqa va'da bering. Bo'ladi. Men va'da beray. Va'da beray. Voy, qizim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz hada. Bugun Javlonni nimanchola xo'shib ketgan desam, aslida siz bugundan boshlab kundi borman. Bek yaxshi bo'ldi, qizim. Doktorlarmi Javlonni endi doktorxonadan chiqsa bo'ladi deydi. Apa, jinim bolam. O'g'li batdi. 5 yil isti. Guangzhouga kirib chiqib, nurg'un pul topgan. Lekin o'g'illari shu nechiz oqqa o'ginib qilib kayni-kaynidan qaytib tugat ketdi. Qarz egillar kelib uyni tatib oldi. Yo'ldoshi bo'lsa u dardlarga chidamay esilib o'lib oldi. Bechora Oyshimidan mana shundoq kundi ko'chada. Çiğdemezim. Vay Apa, işleyişime kapağı tutup kalar. Ben
Gidiyorum abba. Canım balam. Başım. Azırak hayrat kılın. Azırak çıdısan ötüp gidiyor canım balam. Azırak çıdıdın canım balam. Azırak çıdıp ötken canım balam. Gidiyorum abba. Baş lütfen. Ben gidiyorum. Yaxşımsız Hədə? Hədə? Qızım, mən ötünüb qalay. Şu Nicizdan haqqıdım. Uyağı bir çəkimlik əkətdəyən bolsunuz. Bu mənim ötünüşüm bolsun qızım. Vay can, vay can. Vay canım. Cevlan, uzatma Cevlan. Azra berdast verin Cevlan. Cevlan. Ben çiğnemedim Yıldız. Ondan bilmem. Ben bir çıkım olayım Yıldız. Ondan bir çıkım olayım. Azra berdast Yıldız. verin. Bana bırakıtım ekeberim olayım. Bırakıtım çıkım olsam da bulattı Yıldız. Nereden tapdın ben? Nereden tapdın Yağaya ben? tutmuştu ki süreççede kışıkmazsınız. Baktım mı desiniz de bunu da. Bulamdı Yıldız baktım mı de. Bırakıtım çık olan Yıldız bırakıtım. Vay canım. Beni camdan evet dedim. Bulamdı. Gitmedim. Surat tutamsiz. Ya. Shu bilan ha? Surat tutamsiz. Surat tutamsiz. Surat küçüşkili gelmedi. Tushmamsiz. Sizni paxta bormi? Paxta? Ha. Qizchaq. Menda paxta nima ish qiladi? Ha. Meni sizga o'xshash chiroyli qizaman surati bor. Ko'rib boqamsiz. Meni Cevlan evatgan tezroq bo'lsingiz-chu. Javlon evatganmi? Qanchalik olasiz? Canım balam çıdığın. Canım balam. Canım balam şürgün nerede? Ben de benim aman. Ben de benim aman balam benim amanım kaçacak.